Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi darvozamiz To'raqo'rg'on Shahanka bo'ldi. Bu darvozamiz xudo xolasa Shahan qishlog'ida bitta bo'ldi. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Darvozamiz ideal holatda chiqqan. أنا الغلطان ماشي انتي أنا اللي عشقتك ما عشقتي أنا اللي وفيت وغدرتي أنا الغلطان ماشي انتي. Bu darvozamizda ishlatilgan materiallarga keladigan bo'lsak, yollari polностью 10 2 senada bo'lgan, ichidagi 6 to'rlari 1.8, dishlari 2 qavat 1.8 da bo'lgan, shumizalasi holatda bo'lgan. Akamiz darvozalari ichki chirog'ida yoniga обналичка qilib, o'rtada 90 tumba bor, ya'ni garaj qismi va kirish qismi. Darvozani bagateroq ko'rinishga ega qilib bering deganlar uchun yo'llarga chiroyli qilib obnalichkalarni qilib berganmiz. Bu joylariga lazerdan chizilgan gullari bor edi, menga kerak emas, yonib qolmasin deganlar uchun ularga polностью o'sha listdan qoplatib, bir qator polirovka qilingan. Xudo xolasa akamizni remontlari tugagandan keyin yana bir qator darvozani ideal qilib polirovka qilib shular holatga keltirib beramiz. Tepalariga kazirok qilganmiz. Kazirogimiz ham darvozamizga mos hayti usulida bo'lgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, quloqni qizdirmaymiz. O'zbekiston bilan dastlabki o'tkazib bilan darvozamizning 1 kvadrat metri 1.450 ming so'mdan chiqadi. Tepada kadrimiz kvadrati 950 ming so'mdan borib o'rnaydi. Dastlabki o'smoqqa hamma ikkita bo'ladi. Xudo xolasa boshdan 30-40% zakolat berasiz. Qolganini kalitni qo'lingizga bergandan keyin darvoza yoqsa pulimizni olamiz. Xudo xolasa